Ko'char Farruh 1987-yil. Men Rossiyada turib gaplashib turardim 1 yildan beri. O'zimiz hozir test drive qilib ko'rishyapti. Surxondaryodan kelishibdi. Aka motosikl ma'qulmi? Surxondaryolik akalarimizga Turist kubali Dugati Panigale motosiklimizdan taqib berdik. Turist kub injektor motor, ABS sistema, qo'shimcha duga LED lampalari bor. Bo'lish shitrlari boshqachasidan qo'yilgan. Juda ham ovozi mягкий bo'ladi. Orqa stoplarini qaranglar, juda ham chiroyli. Xudo xolasa akalarimiz yaxshi kunga nasib qilsin. Aka, motosikl ma'qul keldimi? Akam bilan Gidetda Telegram orqali Rossiya deydilar. 5-6 oydan beri gaplashamiz va oxiri shu model tanlashdi. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Aka, Surxondaryoda yana bitta baykerimiz ko'paydi. Xudo xolasa akamga shu mototsiklni $2700 ga baraka qildik. Agarda sizlarga ham shunaqa mototsikl kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarini tashkillab beramiz. Bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Manzilimiz Qo'qonda. Ko'char Farruh 1987-yil. Men Rossiyada turib gaplashib turardim 1 yildan beri. Mana oxiri keldim nimaga? Qo'qonga. Vasat Sportga. Mana shuni oldim, Dugati Panigale. Yaxshi, menga yoqdi. Zo'r, ko'z tegmasin. Xudo xolasa, inshaalloh endi nima qilamiz endi Xudo xolasa bir ko'ramiz. Surxondaryoga borib bir oyog'ini ko'ramiz endi shamolini. Xudo xolasa. Juda ham chiroyli modeldan xarid qilishdi. Akamiz yaxshi kunlarga nasib qilsin. Do'konimiz shatda. Hozir mana kech bo'lishiga qaramasdan akam uzoqdan kelishganligi uchun do'konimiz ochiq, vibrlarimiz ko'rsatib, tanlab, poli mototsiklimizni ko'rib, tekshirtirib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib berdik. Ha, o'rtog'im bilan kelganman. Akamiz bilan kelishdi. O'rtog'im ham oshnam. Bugun akamlarnikida bitta osh, sekin akamlarga osh o'tirasizlar, bitta yangi toychoq olishdi. Mana mashinalarda kelib olishdi. Hammaga nasib qilsin. Hammaga shunaqa mototsikl olish nasib qilsin. Xudo xolasa.